Multi-level mock achiever C1dagi birinchi mock test. Part 1. Dinosaur sounds. Dinosaurning tovushi. There are many movies with dinosaur making all kinds of noise. Dinosaur turli xil tovushlar chiqaradigan ko'plab filmlar mavjud. However, these are just guesses that movie dinosaurs make. Biroq bu shunchaki kino rejissyorlarining taxminidir. Ya'ni nimadir kino rejissyorining taxmini bo'lishi mumkin. Qo'yilishi kerak bo'lgan so'z o'zidan oldingi gaplardan chiqadi va bu yerda this dan keyin ko'plik olib turish kerak va bizga noises to'g'ri keladi, ya'ni tovushlar. Bu tovushlar shunchaki kino rejissyorlarining taxminlaridir degan ma'no yuzaga kelyapti. A new discovery has given scientists a better idea of what dinosaurs sounded like. Yangi bir kashfiyot olimlarga dinozavrlarning qanday ovoz chiqargani haqida yaxshiroq tasavvurni berdi. The examined a rare fossil from a dinosaur called an ankylosaur. Ya'ni kimlardir ankylosaur deb ataladigan dinozavrning noyob foto qoldig'ini o'rganishdi. Ya'ni kimlar bo'lishi mumkin? Bu yerda faqat olimlar to'g'ri kelyapti. Va 3-chi, the 78 million years old. It includes a record of the ankylosaur's voice box. Ushbu foto qoldiq 78 million yil avvalgi davrga tegishli. Unda ankylosaurning ovoz qutisi saqlanib qolgan. Ya'ni bu yerga 78 million yil saqlanib qolgan narsa faqatgina fossil, ya'ni foto qoldiq, ya'ni dinozavrning suyagi bo'lishi mumkin. The scientists think the shape of the creature's box means it probably made bird-like sounds. Olimlarning fikricha, jonzotning ovoz qutisi shakli uning ehtimol nimagadir o'xshash tovush chiqarganini anglatadi. Ya'ni qushlarga o'xshash deb atashgan. Ya'ni nimasi ovoz qutisi, ya'ni voice box o'zidan oldingi yuqoridagi gapda ham shunday bir xil bo'lib kelgan. Bu yerga 4-ga voice olamiz. The researchers was led by dinosaurs researcher at the Fukushima Museum in Japan. Tadqiqotlar Yaponiyadagi Fukushima muzeyi olimi tomonidan olib borildi. He did many tests on the shape of the fossilized voice box. He compared it with the voice box of birds, crocodiles and turtles. U toshga aylangan ovoz qutisining shakli ustidan ko'plab sinovlar o'tkazdi. Uni qushlar, timsohlar va toshbaqalarning ovoz qutisi bilan taqqosladi. He now has an idea of what the voice box muscles looked like. Endi bu ovoz qutisi mushaklari qanday ko'rinishga ega bo'lganligini tasavvur qila oladi. The controlled the sounds of voice box. The researchers may mean that movies like Jurassic Park got it wrong. Ya'ni nimalardir ovoz qutisining tovushlarini boshqargan. Bu tadqiqot Jurassic Park kabi filmlar xato qilgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni nimalar ovozni qutisini boshqargan. Ya'ni bu yerda ham z kelyapti. O'zidan oldingi gapga qaraydigan bo'lsak, maskalas to'g'ri keladi. Ya'ni mushaklar ovoz qutisining tovushlarini boshqargan. Tyrannosaurus rex probably made more of tweeting sounds, like a bird. Hollywood may have to change its scary roars in the future dinosaurs films to a sound. Tyrannosaurus rex ehtimol sher kabi bo'ktirish o'rniga qushnikiga o'xshagan chiyillash tovushi chiqargan. Kelajakdagi dinozavr filmlarida Golливуд qo'rqinchli bo'kirishlarni qushlarga o'xshash tovush bilan almashtirishi kerak bo'lishi mumkin.
Ya'ni bu yerda faqat bizga tweeting to'g'ri kelyapti, ya'ni tweeting sounds. Ya'ni qushlarning sayrashiga o'xshash degan ma'noda to'g'ri keladi.